Sanga ham mazza-da, har kuni paypoq almashtirganda almashtirasiz. Oshlar xullas bizga ham nasib qilsin. Rahmat o'rtoq, adam olib berdilar-da. Hammani ham sanikida adasi o'zin ekanda. Endi o'rtoq sanadi, ham bunaqa narsaga harakat qilmagan bo'lsa, mana adamni olib beradilar-da. Endi nima deysan? Ha, semiz. Nasrina buzilayotgani bor-ku. Nima bo'ldi? Ertalabdan Adam 14 Pro Max olgan ekanlar, Felito'dan, Jinskiy rang, o'zing ham bilasan-ku o'rtoq. shuni ham jahl qilsan, shukr qilib islatmaysanmi o'rtoq? Bunga erishganlar va erishmaganlar bor. Qisqasi 20 kundan keyin to'yimizda adam hamma narsani qilib qo'yganlar, tushundingiz-a? Shu adam uyda adres ishlayapmi yoki sizmi? Shu yoshingizgacha adres qilib qo'yam hamma narsani. Sizga nima farqi bor? Kam, menga ozgina pul zararlaydi. Adamdan pul so'rab ber. Menga qara, senga kerak-ku, aka pul bor, o'zing so'ra. Nima qilasanlar, meni aralashtirib. Voy, o'rtoq, mana buni qaragin, bizga men yuqsin, nasib qilsin. Ko'rgani qilsin. Menga qara, qo'ling bilan tep-peshamab yana xatmi bo'lasanlar, bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Mashinalar qilib olsan. Rahmat, adamlik oldim. Nasib qilsin. Matiz oldingmi? Ha? Matiz ham mashinami ukam? Sen normalniroq mashina olsang bo'lmaydimi? Hamma sharoitiga qarab oladi, aka. Kira qilalar endi amakim ham. Na qarang, o'y. Hozir Oybek ukam otasiga olib berganda xursand bo'lyapti. Sen qachon otangga olib berasan, bilasanmi? Ota orqasidan faxrlanmaydi farzand. Farzandning orqasidan ota faxrlanib yursin, borku. Qanaqa o'g'il bo'lding sen? Menga qara, sanlarning otoning kambag'al bo'lsa ayt menda emas-ku. Menga qaranglar o'rtoqlar, adasini puliga faxrlanib yashaydigan bolalar bor. O'sha bolalarga videoni tarqatib qo'yib, iltimos sizlardan storylar qo'yib bitta podeshka berib yuboringlar. Rahmat.